Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Freezy Pavgan bola. Bugungi rolikimiz Buldrop saytida 170 ming so'mga atiga qancha yuksalishni ko'ramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Endi Buldrop saytiga o'ta olamiz. Xo'p, bolalar, mana bu men Telegram kanalim. Bu yerda nima qilaman sizlar? Bu yerda har xil challenge va Buldrop saytga tekin kes tashlayman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tushi terib obunachilarim skin olgan, mana ko'rishingiz mumkin. Promo kodni tashlayman, tekin kes tashlaganman. O'shacha o'ta olishni maslahat beraman. Bu yerda obunachilarim kuniga 60 yoki 360 chiqarib ketishadi. Silkasi profilda. Xo'p, bolalar, mana Buldrop saytiga o'tib oldik. Hozir biz 1000 bulcoin balans to'ldirganmiz. Bu где-то 170 mingcha turadi. Hozir sizlar qanaqa qilib balans to'ldiraman, sizlar papanit balans bosasizlar yoki plyus bosasizlar, Uzcard, Humo, Visa, Click, Binance, Steam, kriptolik donat to'lashinglar mumkin bolalar. Xo'p, bolalar, qaranglar, sizlar misol uchun 200 ming so'm to'ldirmoqchi bo'lsanglar 1300 bulcoin beryapti, lekin sizlar Freezy qilsanglar bolalar sizlarga 20% qo'shib berishyapti. Ko'rasizlar, 1602 bulcoin qilib berishyapti. Keyin bolalar aynan Freezy qilsanglar bolalar sizlarga 26% omad qo'shib beradi. Ya'ni omad degani hozir ko'rasizlar, keyin bu tugamaydigan promo kod bitta tashlagandan keyin tashlay olasizlar. Hozir ko'ramiz Freezy promo kod qanaqa omadligini. Hop, biz PUBG'damiz. Qaranglar bolalar. Mana hozir omad degani unda keslar ochasizlar-yu, har xil keslar ochganingizda yaxshi narsa tushirishi omadini oshirib beradi. O'shaning uchun Freezy qilinglar. Aynan Freezy qilsanglar bolalar. Xo'p, sizlarga va 20% qo'shib berishadi. 796. Почти o'zini berdi. Hop, yana ikkita profit. Ko'rasizlar, ush bizning foydalanamiz. Freezy promo kod просто omadli va bomba promo kod. Oppa, 2000 tushdi. Ko'rdinglarmi? Freezy promo kodi qanaqa omadligini. Hop. Endi 4 talik ham yetadi bizda. Go bitta normalniy narsa tushib ber. Hop, biz katta risk tanlaganmiz. Hop. Средний risk qo'yamiz bolalar, средний risk. Go nima tushar ekan средний riskda. Hop, endi ikkitalik propustit qilib ko'ringlarchi. To'xtanglar, endi высокий risk qilib ikkita. Hop. Tak, bizga yaxshi 917 tushdi. Foydadamiz. Hop, oppa, yaxshi. Hop, yana ikkita propustit. Aha. Hop, kelinglar endi boshqa kesni ochamiz. Ush bizani to'g'risi ush bizga foydadamiz. Ko'rasizlar, Freezy promo kod qanaqa omadligini. Sizlar ham 200 ming, 300 ming dollar bitta omadli narsani ko'ringlar. Balki Freezy promo kod orqali sizlar 50 ming USD chiqarib ketishinglar mumkin. Kelinglar, Aslanboy degan kesdan ham ochib ko'ramiz. Xo'p. Voy, juda. Bu yerda har xil keslar bor bolalar. Ochib ko'ringlar, normalniy beradi atak. Bu yerda misol uchun 50 ming so'mga 760 USD chiqarib ketishinglar mumkin. 780 USD yana. 529. Kelinglar, высокий risk qo'yamiz. Открыть быстро qilamiz. Tak, hop, bizga nima tushadi va хорош. 1000 ta tushdi, ko'rasizlar. 1.5 ming tushdi. 873 yaxshi foydadamiz. Hop, yaxshi. To'xtanglar, bizda aytgancha tishlar bor. Ya'ni biz keslar ochdik-yu hozir. Mana mashinadan bizga cashback beradi. Xuddi oddiy qilib tushuntirganimda, o'rtasini tanlaymiz. Keslarni ochib, ko'rasizlar, 1.5 mingta bulcoin berdi. Mana buni sotmamiz bolalar. Hozir ochganimizni sotmamiz, endi sotamiz. Hop, bizda 5000 bulcoin bor bolalar. Sizlar ham balans to'ldirib, o'zingizlar omadinglarni sinab ko'ringlar. Maslahatim, kattaroq yuksalib ketishinglar mumkin. Bu yerda meni obunachilarim ko'pinchilari katta yuksalib ketadi. Hop. Bekor высокий risk qildim. Tak, 5 ta propustit go. Mash megalodon vashi 15 ming. Ko'rasizlar, atigi bizda 1000 bulcoin bor edi. Просто omadli Buldrop sayt, ko'rasizlar. Albatta Freezy promo kod orqali, chunki bizga 26% omad qo'shib berishadi Freezy promo kod. Omadli promo kod mana ko'ringlar bolalar. Sizlarga ko'rsatdim qanaqa omadligini. Hop. Tak. Mashina ham tushyapti, ko'rasizlar. Просто Freezy promo kod omadli. Albatta balans olarak. Yur 13 ming tushdi. Voy! Qarang, bizda 28 mingta. Voy! Просто Freezy promo kodi omadli, ko'rasizlar. Bu yerda 500 ming, 600 ming so'mligi
50 ming yuzinglar chiqazib ketishinglar mumkin. Albatta balans olayotganda frezi qilinglar, chunki aynan frezi qilsanglar bolalar sizlarga omad qo'shib beriladi. Hop. Voy, nima bo'ldi? Yana 13 ming tushib berdi. Voy, ko'rasizlarmi, bizda atigi 1000 pul coin bor edi. Voy, lekin vashshe bor-ku, ko'rdinglarmi bolalar? Takin ochamiz. Vashshe omadli botdi bor-ku, lekin просто bomba pinkis bo'ldi. Hozir ko'rsam bo'la, biz 170 ming so'mga tak necha yuz chiqasib ketamiz. Hozir tishlarni almashtirib olaylik. Tishlar уже bizda 50 mingta tish. Hozir где-то bizga 5 mingta bul qo'yilib berib qolsa kerak, menimcha. Yaxshi 5,5 mingta berdi. Ko'rasizlar, cashbackdan ham уже vashshi ko'p beryapti. Qaranglar bolalar, bizda hozir 36 ming necha? 248 30 ming yusi. 170 ming so'mga o'zida bolalar 1000 yusi ham bermaydi. Lekin biz buldirib saytda voy 30 ming yusi ya. Voy, ko'rasizlar, albatta balans olayotganda frezi qilinglar bolalar. Balans olayotganda frezi qilinglar. Sizlar 26% omad qo'shib beradi. Sizlar bitta o'zingizlar omadinglarni sinab ko'ringlar, kelinglar mashinadan katta risk qo'yib 10 ta propustit go nima tushar ekan. Yaxshi 5 mingta tushdi. Biz 4 mingtaga ochdik. Hop, yana go. Bo'ldi. Bolalar chiqaz olamiz. To'g'ri tushunasizlar. 30 ming yusi atiga 170 ming so'mga frezi promokod orqali sразу chiqaz olsam bo'lmaydi bolalar. Voy, ko'rasizlar, 30 ming yusi chiqasib ketdi. Ko'rdinglarmi frezi promokod qanaqa omadligini bolalar? Albatta balans olayotganda frezi qilinglar va Telegramga o'tolinglar.